Yaxshimisilar do'stlar, yaxshi sizlarmi? Sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Bugungi to'xtalgan temamiz bo'lsa, hikoya emas, ya'ni ma'nili bir tema deb qaradim. Tasavvur qilamiz. Tasavvurim qilaylik. Tasavvurim emas, lekin bor mush ahvol. Ashta bir banka bor ekanda, banka. Bu banka sanga bir kunda 86.400 ko'y pulni karın urudu. Bir kunda. Urudu şu 24 saatning ichida mushu pulni xajlasangmi mayli, xajlamasangmi mayli. Qanday xajlasang mayli. Nima ilishing bilan chatig'i yo'q. Ammo shu bir kun vaqt to'shqicha 24 soat xajlab bo'lsin kerak. Agar oshirib qo'ysang, bu pulingni xajlamaysan. Aşırıp qilgan pulingga amal yo'q. Uni qaytirib oldi. Ata yana shu dal vaqtida yana 86.400 ni karing urdi. Yana kashkir ketsa shu pulni xajlaysan. Dunyo xajlab bo'lmagan pulni qaytirib etgan pulni bugun qo'shib bermaydi. Ammo nima ilishing bilan chatig'i yo'q. 86.400. İşte banka bazı ishlamsa Bunda banka, endi bu bankaningki qaysi bank ekanligini ma'lum etib beraman. Endi bu pulni qachongacha ashta uradi? O'lgicha uradi. Kunda uradi. 86.400. Bir kunda 86.400 ko'p pulni xajlasang xajlaysan, xajlamasang xajlaysan. Hammani xajlamasang mayli, oshirib qo'ysang mayli. O'lgan kun to'xtaydi. Bu banka qaysi banka men deb beray? Bu banka Zamon bankasi. Vaqt bankasi. 24 saat 86.400 sekund. Bizda vaqt oltindan qimmat deymiz emasmi? 1 sekundda 1 ko'y deb qo'yaylik. Bizning bir kunda 86.400 ko'yimiz bor-da. Hozirgi endi jamiyatimizga endi turmush tartibli o'tayotgan yoshlardan birisini hisoblab kelsak, endi 8 soat uxlaydi-da endi. Azmi emas, jiqmi emas. Vaqtida uxlab qolibdi desak, 8 soat uxlasa, 28.800 ko'yga 8 soat uyquga shu pulni to'layapmiz. 28.800. Endi 10 soat uxlaydiganlar bor. Ular 36.000 to'laydi. Endi 15 soat uxlaydiganlar bor. Ular 10.000 to'laydi-da. Normal deb aytsak 8 soatga 28.800 pul to'laymiz. Bir kun 3 vaqt tamoq yeymiz. 3 soat. 1 saatdan arib qo'ysak, 3 soatga 10.800 pul to'laymiz. 3 soatga. Ana sen ko'chaga chiqib xizmatga borsak, yo xizmatdan uyga kelsak, yo'lga 2 soatni chiqarib bersak, 7.800 pulni yo'lga to'laymiz. Ham telefon. Do'yim o'ynaymiz, u tarafda uni ko'ramiz, yo'sh o'ynaymiz u taraf. Telefonga bir odam 5 soat chiqarib bersa bir kunda 18 ming telefon to'laymiz. Endi mushu sansiperlar bo'yicha asoslanganda sizlar bir kunda qaysi ishga qanchalik pul to'layapsizlar? Hammamiz mushu 86.400 ko'y pulimizni hammamizniki o'zimizga foydali bo'lgan, unumli bo'lgan joylarga to'lashimizni umid qilaman. Sizlarning shu, o'zimning shu. Endi sizlardan hozir o'tinligini mush inkas rayoniga sizlar qaysi ishga qancha pul to'layapsizlar? Yozib qo'yinglar. Men bir bilib boqay. Rahmat sizlarga.